Mashina baribizda bor. Mashinangizga bir 2 litr suv, 1 litr benzin, bir qıçqaç, bir atvertka, bir 2 metr zım, bir chaqa, bir demke salib qo'yingiz böyle burishqa. Yo'lda emne niyatda? Yo'lda birov to'xtab qolgan bo'lsa, suv kerak bo'lsa, suv, benzin kerak bo'lsa, benzin, prikurivat kerak bo'lsa, zim, atvertka kerak bo'lsa, qıçqaç, büt bari mende bar degan niyatda mashina haydab boratsak, birinchisi Allah sizni hech qachon yo'lda qoltirmaydi muhtoj qilib. Bir, ikkinchisi siz butkul elga foyda yetkazgan odam bo'lib sanalasiz Allohning astida. Hozir yo'lda birov to'xtatasiz, to'xtab qoldingiz, birinchidan to'xtamaydi. Ikkinchisi to'xtadi. Qıçqaç bormi? Atvertkachi, bir zimchi, prikurivat, benzin, suv. Hech nima yo'q, hech nima yo'q. Siz uydan chiqqanda men bir odam zotına foyda berayin degan odam emaskansiz siz. Bizim mashinada hech nima yo'q hozir. Salib qo'yalım. 200 so'm turadi prikurivat. Предохранитель 15 so'm turadi ekan. Предохранитель salib qo'y. Misol, suv, baklashka beker. Benzin 100 so'mga 1,5 litr. Misol, niyatimni birovga kerak bo'lib qolsa beraman. Allohu akbar. Allah sizni shunday qo'rg'aydi, siz ko'chada qolmaysiz, benzini yo'q, suvi yo'q, mashinangiz qaynab qolmaysiz ko'chada. Nega? Sizning niyatingiz hech kim ko'chada qolmasin degan niyatda yurasiz. Elesatingiz to'xtatdi birov. Bayka suv bor. Benzin tugab qoldi, ikkita benzin de bor. Prikurivat qilib olayın, prikurivatel de bor. Qanday suyunat adam, qarang'i tunda ko'chada qolgan adam sizga nima beradi? Namoz o'qib olsa-dağı batasını berdi, o'shan duosi o'tadi. Sebebi Allah aytgan, javr qilgan adamning duosini qabul qilam, kafir bo'lsa da degan.